Hozirgi kunda farzandingizni tez-tez kasallanish, shamollash yoki tez-tez isitma qilishi bezovta qilmoqdami? Unda bu video siz uchun. Bolalarda yuqoridagi holatlarni odatda to'rchi infeksiyalar chaqiradi. Keling, bugun shu haqida biroz gaplashamiz. To'rchi infeksiya bir qancha kasalliklarning jamlanmasi hisoblanadi. Asosiy yuqish yo'llari bu havo tomchi orqali, ya'ni erkin muloqot orqali, keyingisi jins yo'llari orqali, onalardan bolalarga asosan ko'krak suti orqali va keyingisi qon orqali yuqish yo'llari mavjud. To'rchi infeksiyani bolalarda eng ko'p uchraydigan klinik belgilaridan biri nima bu? Asosan temperatura. Temperatura xarakterli qanaqa? Ma'lum bir muddat 4 kun, 5 kun yoki 7 kun bola temperatura qilib, ma'lum bir muddat 4 kun, 5 kun pauza qilib, ma'lum bir muddatdagi yana temperatura qilishi aynan to'rchi infeksiyalar uchun xos. Bu birinchisi. Ikkinchisi, yo'tal yoki yuqorida ko'rib turganingizdek har xil toshma elementlarning paydo bo'lishi va ko'pchilik ota-onalar bu to'rchi infeksiya bilan kasallanganligini bilmaydi. Shuning uchun bizda laborator tahlillar kerak bo'ladi. Laborator tahlillariga ko'ra, ya'ni qanaqa infeksiya chiqishiga qarab biz davolash taktikalarini olib borishimiz kerak bo'ladi. Sizda farzandingizda yuqoridagi klinik belgilarni ko'rsangiz, sezsangiz, mahalliy pediatr shifokoriga murojaat qilishingizni so'raymiz. Rahmat.